Assalomu alaykum, xayrli tong qizlar. Ishoninglar, zararlimi? Gormonlarim o'ynab yubormaydimi? Qiz bolaman, tug'am-yuqamaymanmi? Shunaqa savollar kelib yotibdi-da, ishoninglar. Agar mashinasi zararli bo'lsa, o'zim icharmidim? Mana sizlarga bitta savol qizlar. Mana yengga ochyapman hozir. Nechtasini tugatib tashladim buni. Yengga ochyapman. Zararli bo'lsa, aytinglar, men o'zimga pozoynatsiz qilib ichgan bo'larmidim? Har bitta kokteylni men sotib olaman pulimga. Biz Enelda ishlaganimiz bilan kompaniya bizga tekinga bermaydi, narxidan o'tib bermaydi. Sizlar qanaqa narxda olsanglar, mana xuddi shu narxda olaman. Zararli menga sotib olib ichib. Aytinglar, agar zararli bo'lsa, sizlarga bitta savol. Men emizikli paytimda ham, homilador paytimda ham kokteylni tindirmaganman. Bu faqat ozishga ichilmaydi qizlar.